Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 21-yanvar, haftaning chorshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor ertalab 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Xo'p, buni paypoqlar narxi bilan tanishamiz. Bu paypoq do'konchini Hayatjon aka bo'ladi. Xo'p, aka, narxlar nech pul endi ayting? Narxlarimiz mana shunisi nech puldan? mana shu turishi 30 ming so'm. Shu turishi 30 ming so'mmi? 3 ming so'mdan bo'ladi donasi. Ichida 10 ta. Yaxshi. Bularchi? Xo'p. Mana unisi 4 ming so'miga. Ha. 40 ming bo'ladi pachkasi. Xo'p. Mana unisi 50 ming bo'ladi. Ha. Mana u bahorga. Ha, nech pul? 20 ming so'm pachkasi. Yaxshi. Mana unisi 35 ming so'mlik bahoriga. Ha. Xo'p, mana bu qatorimizdagi fonni ana u ungacha 20 ming so'mlik paypoq hammasi. Pachkasi 20 ming so'm. Shular 20 ming so'm ekan. 2 ming so'mdan ekanda, mana shu 20 mingmi? 20 ming. Bularchi? 3 ming so'mdan 30 ming bular pachkasi. 3 ming so'mdan 30 ming so'm bo'lar ekan. Ha. Pachkada 10 tadan. O'g'il bolalarni ham ko'rsataylik endi. O'g'il bolalar ham bor mana. Xullas, kelganlarida ochiq paypoq ham bor ekan, dona bey. Mana. Bular nech pul aka? Bu qalin paypog'imiz 3,5 ming so'mdan. Pachkasi 35 ming bo'ladi. Mana bunisi yozga. Ha. 20 ming so'm bo'ladi pachkasi. 10 ta ichida 2 ming so'mdan. Yaxshi. Bunisi 25 ming so'm bo'ladi. Bu ham 10 ta. Yo'q. Aylanib kelaylik deyishdim. Mana bu qalinimiz 3 ming so'm. Bunisi 3 ming so'm bo'ladi. Bunisi ham 2,5 ming so'mligi. Ha. Mana bunaqalar ham keldi. Nech pul bu? 1700 so'mdan. 17 ming bo'ladi bitta mana shu bog'lar. Ha. Yaxshi. Ba'da podrastkovoy maktab o'quvchi bolalarga yuqqalarimiz. Ha. 25 ming so'mdan uchalasi ham. Ha. Mana bu yerda qalinimiz bor, Alyaska 4,5 ming so'm. Alyaska paypoq mana 4,5 ming so'mdan ekan. 4,5 ming, mana shu turish 4,5 ming bas, a? Yo'q. Buning ichida 5 ta 23 ming so'm bo'lar ekan. Ichkari do'konning ichida ham paypoqlari ko'p. Boboshbek bozoriga kelganlarni uni Dilnuri tekstil degan joy bor, shu aka chetda bo'ladi. Telefon nomeringiz aka? Telefon nomerim 97lik 334 62 44. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Dastlabkilar bor. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar-da.